Sardarmirzo.com taqdim etadi. 41-hikoya. 30 yildirki gunohimning avfi uchun avf tiladim. Bir vaqtlar Bag'dodning Chorsuvsida juda katta yong'in bo'ldi. Hamma yoq yonib kul bo'ldi. Chorsuvdagi barcha do'konlarga o't ketdi. Musulmonlarning boyliklari bir onda yo'q bo'lib ketdi. Sirri Saqati hazratlari ham shoshilib yong'in bo'lgan yerga borar ekan, yo'lda bir tanishga yo'liqdi. Uchragan odam Sirri Saqatiga: "Hazrat, sizning do'koningizga hech narsa bo'lgani yo'q, yong'in unga yaqin kelgani yo'q" dedi. Sirri Saqati bir on sharoitni tushunmasdan bu xabardan mamnun bo'ldi va alhamdulillah dedi. Shuldam hazrat o'ziga keldi. Barcha musulmonlarning do'konlari kul bo'libdi. O'zining do'koni yonmaganiga sevinib, alhamdulillah deb Allohga hamd aytib, shukr qilgandan keyin rosa 30 yil mobaynida Allohdan avf etishni tiladi. 30 yil istig'forda bo'ldi, kechirim so'radi. U falokat vaqtida faqat o'zini o'ylagani uchun o'zini kechira olmadi. Holbuki bizga ko'ra bunday deyish oddiy bir hol emasmi? Ammo buyuk odamlar uchun o'zini o'ylab musulmonlarning dardlarini unutish musulmonlik mezoniga to'g'ri kelmagan. Hazrat do'stlariga bir marta bexos sevinib alhamdulillah dedim. 30 yildirki bu gunohimning aybi uchun Janobi Haqqa ko'z yoshlarim bilan istig'for aytaman. Gunohimning kechirilishini tilayman dedi. Izoh va o'git. Hazrat Imom o'zini kechirmadi, avf etmadi. Bunga sabab bir onlik g'aflat edi. Boshqalarning do'koni yonib, uning do'koni yonmay qolganiga suyungan vaqti. Agar g'aflat bo'lmaganda 30 yil bu onning istirobini chekarmidi? Yo Rabbi, mening gunohimni kechir deb yolvorarmidi? Suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis shariflarida musulmonlarning dardlari ila dard chekmagan musulmon emas deganlar. Qanday buyuk ogohlantirish bu! Musulmonman degan har bir baxtiyor inson payg'ambar alayhisalomning ushbu amrlarini yaxshilab eslab qolishi va musulmonlarning dardi bilan, ishi bilan aloqador bo'lishi, jon kuydirishi zarur. Yaxshi niyatning oqibati ham yaxshi bo'ladi. Alloh uchun qilingan tavbalar, oxlar, to'kilgan ko'z yoshlari hech besamar bo'lmaydi. Alloh degan mahrum qolmaydi. Hazrat Imom bu haqiqatni bilgani uchun nafsimga qayg'urib shunday bo'ldi deb o'zini kechirmadi. Turmushi faqat nafslarini qondirishga qaratganlar, og'izdagina musulmon bo'lganlarning quloqlari bu so'zlarni yaxshilab eshitib olsin. Har bir musulmon iymonining kamolat darajasiga ko'ra Alloh yo'lida g'ayrat ko'rsatadi. Musulmonlarning dardlariga hamdard bo'lish uchun inson farzandining Allohga shunday bir iymoni bo'ladiki, qilgan har bir xayrli ishi uchun Alloh huzurida buyuk bir mavqeni o'z ko'zi bilan ko'rgandek bo'ladi. O'ziga nimani ravo ko'rsa, musulmon qardoshiga ham shuni ravo ko'rish darajasiga yetadi. 42-hikoya. Rost gapirishning xosiyatlari. Islom buyuklaridan Abdulqodir Giloniy bolaligida o'qishga borish uchun onasidan ruxsat so'radi. Onasi ruxsat berdi, faqat qayerga borib o'qishini so'radi. Yosh Abdulqodir onasiga o'sha paytlarda islom dunyosining ilm ma'rifat markazi bo'lgan Bag'dodga borib, o'sha yerda o'qimoqchi bo'lganligini aytdi. Onasi rozi bo'ldi. Onasi kichkina Abdulqodirni juda sevar, undan ayrilishi qiyin bo'lsa ham Alloh yo'lida ilm o'rganishi uchun uyda o'ynab yurishidan ko'ra shuni yaxshiroq deb tushundi va o'g'lining to'ni ichiga tushib qolmasin va yo'qolmasin deb 40 oltin tikib qo'ydi. O'g'liga: "O'g'lim, hech qachon yolg'on gapirma. Musulmonlik to'g'rilik dinidir. To'g'rilikdan ayrilma. Hamisha to'g'ri bo'l" deb nasihat qildi. Shundan keyin ona o'g'il xayrlashdilar. Bir-birlaridan rozilik tiladilar. Yosh Abdulqodir bir karvonga qo'shilib yo'lga chiqdi. Yo'lda karvon qarshisidan 60 ta otliq chiqib to'sdi. Bular yo'l to'sar, karvonlarni talaydigan qaroqchilar to'dasi edi. Ko'pchilikni o'ldirdilar. Qaroqchilardan biri boladan nimasi borligini so'radi. Bola yolg'on gapirmaslik haqida onasiga bergan so'zini xotirlab, 40 oltinim bor dedi. Qaroqchi bu bola meni aldayapti deb o'ylab undan nari ketdi. Keyin boshqa biri keldi. "Ey bola, qancha puling bor?" deb so'radi. Bola yana o'sha gapni qaytarib 40 oltinim bor dedi. Yupun kiyingan bu bolada 40 oltin nima qiladi, u meni aldayapti deb o'ylab u ham nari ketdi. Keyin 3-chi yo'l to'sar kelib, "Qancha puling bor bola?" deb so'radi. Unga ham 40 oltinim bor deb javob berdi. Qaroqchi bolaning qo'lidan ushlab boshliqlari oldiga olib bordi va "Bu bola 40 oltinim bor deyapti" dedi.
Qaroqchilar boshlig'i oltining qani deb so'radi. To'nim ichida deb javob berdi bola. Bosh qaroqchi buyrug'i bilan to'nni yirtib ko'rishdi. Haqiqatan uning ichidan 40 oltin chiqdi. Qaroqchilar boshlig'i hayrat bilan nega to'g'risini aytding? Yolg'on gapirganingda oltinlaringni qutqarib qolarding dedi. Yosh Abdulqodir kulimsirab, hech yolg'on gapirmayman deb onamga so'z berganman deb javob berdi. Ko'zlari qon va gunohga to'lgan qaroqchilarning boshlig'i diqqat va sinovchi bir nazar bilan Abdulqodirning yuziga tikildi. Birdan qaroqchining ko'zi ochildi. Hayrat va hayajondan ko'zlaridan 2 tomchi yosh sizib chiqib yuziga oqdi va mehribonlik bilan qarang, bu bola onasiga bergan so'zida turibdi va unga vafo qilmoqda. Men esa shuncha yillardan beri Allohimga xiyonat qilib kelaman. Bu yigitcha mening xaloskorim bo'ldi. Men barcha razil ishlarimdan tavba qilaman dedi. Qalbi qahratoshday qattiq boshliqlarining atrofidagi qaroqchilar barobariga shu kunga qadar yo'l to'sib, odam o'ldirib qaroqchilik qilishda boshlig'imiz eding. Endi gunohlarimizga tavba qilish va yaxshi va xayrli ishlarda bizga bosh bo'l deb hayqirdilar. Boshliqlarining buyrug'i bilan karvondan nima tortib olingan bo'lsa, barchasini qaytarib berishdi. Karvon eson-omon yo'lida davom etdi. Qaroqchilarning tog' qoyalaridagi qattiq tosh qalblari yumshab tavba qildilar. Qilgan yomon ishlardan pushaymon bo'ldilar. Ey oliy janob qardoshim, bu so'zida turadigan rostlik, to'g'rilikdan ayrilmaydiganlarning mukofotidir. Barcha yo'l to'sarlar to'g'ri yo'lga kirdilar, yomon ishlardan voz kechdilar. Bir bolaning onasiga bergan so'zda turganligi, barcha boyligi olib qo'yilgan yo'lchilarga boyliklarini qaytarib berilishiga, o'zlarining omon qolishlariga sabab bo'ldi. Bu to'g'ri so'zlik va so'zga sodiq bo'lishning keltirgan yaxshiligi, foydasi va mukofotidir. 43-hikoya Hazrat Umarning kelini va sutga suv qo'shmaslik. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Madina ko'chalarini bir-bir aylanib chiqar edi. Kunlarning birida qulog'iga bir tovush eshitildi. Tovush kelayotgan tomonga borib yaqinlashdi. Ichkaridan bir xotinning tovushi kelar edi. Qizim, ozroq suv olib kelsang, sutga qo'shar edik. Bugun sut ko'zimga oz ko'rinyapti. Qiz hayratlanib, voy onajon, nimalar deyapsiz? Amiral Mo'minin sutga suv qo'shmang deb buyurgan edi-ku, dedi. Onasi unga javob berib, qizim, bilasanki, tirikchiligimiz sut bilan o'tadi. Men bir beva ayolman, hech daromadimiz yo'q. Sutga biroz suv qo'shsak ko'payadi, ehtiyojimizga ishlatamiz, dedi. Allohdan qo'rqish qalbiga jo bo'lgan odobli qiz, onajonim, bugun sizga nima bo'ldi? Sizning bunday deganingizni xalifa eshitsa nima bo'ladi, dedi. Qizim, kecha shu vaqtda xalifa uxlab yotibdi. Bizning bu yerda sutga suv qo'shganimizni qanday biladi, qanday ko'radi, dedi. Ul muborak qiz onasini gunohdan qaytarishga harakat qilib, onajon, bugun sizga bir narsa bo'libdi. Siz shunday so'zlarni aytmoqdasizki, siz aytgan hiylani xalifa agar ko'rmasa-da, hamma narsani biluvchi Alloh biladi va ko'radi. Sutga suv qo'shish gunohdir deb onasini gunohdan saqlab qoldi. Hazrat Umar bu suhbatni oxirigacha eshitdi. Ertasiga ertalab u yerga kelib, Allohdan qo'rquvchi, go'zal axloqli, yaxshi fazilatli, iffatli va tarbiyali qizni o'g'liga so'radi. Hazrat Umar o'g'lini faqir qizga uylantirdi. Hazrat Umarning o'sha muborak kelinidan shunday avlodlar, farzandlar dunyoga keldiki, ulardan biri Hazrat Umar kabi adolatli bo'lib, tarixda 2-Umar ismini oldi. Bu zot Umar ibn Abdulazizdir. Umar ibn Abdulaziz bobosi kabi adolatni sevuvchi, Allohdan qo'rqib yashaydigan bir muhtaram zotdir. Umar ibn Abdulazizning xizmatchisi hojasi uchun sovuq kunlarda tahorat suvini isitib berardi. Bir kuni Umar ibn Abdulaziz xizmatchisidan bu issiq suvni qayerdan olib kelasan deb so'radi. Xizmatchisi Baytul Mol, ya'ni davlat xazinasining o'tinlarida suv isitib kelaman dedi. Unga Umar ibn Abdulaziz tahorat suvimizni buzibsan, harom qilibsan-ku dedi. Keyin xazinaga borib xizmatchisi qachondan beri bu yerning o'tiniga suv isitgan va qancha o'tin ketgan bo'lsa o'shani hisoblashni buyurdi. O'zining shaxsiy mablag'idan o'tin olib xazinaga keltirib berdi. Umar ibn Abdulazizning xotini Fotimadan eri Umar ibn Abdulazizni so'rabdilar. Fotima, unga o'xshash Allohdan qo'rqqan kishini ko'rmadim. Ba'zan yotog'ida Allohni xotirlab nomini zikr etib, Allohdan qo'rqib, uning ulug'ligidan qush kabi pitirlab o'zidan ketadi. Shu darajadaki, go'yo ruhini taslim etadigandek va shunga ummati Muhammad xalifasiz qolmasin deb qo'rqaman debdi. Izoh va o'git. O'quvchi qardoshim, Allohdan qo'rqmoqlikning xayrli va foydali natijalari bordir.
Agar Hazrat Umar roziyallohu anhu kelin qilgan qizdan boylik istasaydi, shunday fazilatli bir nabirali bo'lmas edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu uchun fazilat mezoni Allohdan qo'rqish va Allohga nisbatan eng yuksak darajadagi muhabbatli bo'lish edi.